Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hozirgi darsimiz vatanshunoslik darsi. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz tabiat hodisalari. Bugun o'tiladigan darsimizdagi maqsadlar bilan tanishib oling. Tabiatda bo'ladigan hodisalar haqida ma'lumot olasizlar. Bog'dagi mevalarni yetishtirishni o'rganasizlar. Meva va sabzavotlarni yuvib iste'mol qilasizlar. Atrofimizni o'rab turgan tabiatda quyidagi hodisalar ro'y beradi. Yomg'ir, qor, do'l, chaqmoq va boshqalar. Bundan tashqari, tabiatimizda turli xil meva va sabzavotlar, o'simliklarni chiqadi. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan bog'dagi olmalar haqida suhbatlashamiz. Rasmga e'tiboringizni qarating. Rasmda nimalar ro'y beryapti? Ha, barakalla. Bog'da bolalar olma terishmoqda. Olmaning hidi shirin, olma juda mazali. Shu biz iste'mol qilayotgan olmamizning ichida urug'i bor. Urug'ni yerga ko'msa, undan nihol o'sib chiqadi. Bir necha yildan so'ng katta bo'ladi va meva beradi. Biz bu shirindan shakar mevalarni mazza qilib iste'mol qilamiz. Olmani qarang, yuzlari tarang. Shoxda qaltirar, rangi yaltirar. Olmani qarang, yuzlari tarang. Shoxda qaltirar, rangi yaltirar. Shoxda qaltirar, rangi yaltirar. Shoxda qaltirar, rangi yaltirar. Ketmasin sinib, bo'laylik ogoh. Olaylik o'zib, iyaylik tezroq. Ketmasin sinib, bo'laylik ogoh. Olaylik o'zib, iyaylik tezroq. Kim olma yesa, shirin ekan juda. Kim olma yesa, bo'ladi mazza. Olma haqidagi ashula sizlarga yoqdimi? Bu ashulani qayta tinglab yod oling. Endi o'quvchilar, biz mana bu rasmlar orqali olmaning unib chiqishini kuzatamiz. Qarang, birinchi urug'i, undan so'ng biz uni yerga ekamiz, nihol bo'lib o'sib chiqdi. U qish oyida barglari to'kilib yo'q bo'lib ketadi. Undan so'ng bahor kelganda gullay boshlaydi. Yozda u meva tugadi va pishishni boshlaydi. Har xil olma turlari bor. Erta pishadigan, kech pishadigan olmalar turlari bor. Uni biz mazza qilib yoz va kuz oylarida iste'mol qilamiz va u yana olma bo'lib pishib yetilgandan so'ng uning yana ichida urug'lari paydo bo'ladi. Urug'lardan biz yana ko'chatlar hosil qilishimiz mumkin. Demak, biz iste'mol qiladigan olmamiz shunday qiyinchiliklar evaziga paydo bo'ladi. Demak, aziz o'quvchilar, rasmlarni siz ham kitobingizning 54-sahifasidagi kuzating va shu orqali oilalaringizga so'zlab bering. Mana shuning bilan vatanshunoslik darsimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlarga savol va topshiriqlar beraman. Tabiatda bo'ladigan hodisalarga nimalar kiradi? Qaytaraman. Tabiatda bo'ladigan hodisalarga nimalar kiradi? Bog'dagi olmalar qanday yetishtiriladi? Endi sizlarga vazifa
olma urug'ining unib chiqishini rasmlar orqali kuzatib, tushuntirib bering. Olma rasmini chizing. E'tiboringiz uchun rahmat.